Gangani suvi qatta-yu, Nadat suvlari qatta. Endi bu go'shtni ingiz kiymasligini kelib yeb ko'rsanglar bilasizlar. Toshkentlik odamlarning ko'zi to'q bo'ladi. Ular ko'zi bilan yashamaydi. Ular tan bilan yashaydi. Bizga chiroyli sharoit bo'lsa, chiroyli tan bo'lsa, maza qilib do'stlar bilan kelib tan oladigan joy. Narxlari ham chiroyli okalar. Qani ketdi. Boyiga 15 kilolik qo'zichoqlardan vaguri bo'lyapti. Nashinskiy vaguri okalar. Sharoitni ko'ryapsizlar. Hammaga dostupniy. Kelasizlar, ertalabgacha ishlaymiz 24/7. Bismillah. Qarsillama vaguri jigarim. Mantimizni qaranglar, mashalloh, go'zalligini qaranglar. Endi bizda lamon, oka. Shu uyg'urcha lamonni ham yorib yuborishyapti-yu, Jaydarinskiy qilib bismillahirrohmanirrohim. Okam aytdilarki, Doniyor alohida xudo xolisa mijozda keladigan bo'lsa, zakaz qilib qo'ysanglar, lamonni qotiradigan usta alohida special lamon qilib beraman dedilar. Endi bizda sho'rva, boyiga 15 kilolik qo'ylarimizdan sho'rvalar mana. Ilmillab ketgan sho'rvalar okalar. Qo'y go'shti, mol go'shtidan jaydari sho'rva okalar. 50 yillik tarixga ega Nosir akamning kaboblari qo'y go'shtidan kabob. Xo'p, qo'y go'shtidan, mol go'shtidan qiymani bombasi. Qo'yi halol so'yilgan, halol uzuzan jaydari qo'ylarni jigar. Suvlari takoy silkirlab tushadigan joylari. Rulet. Qarang. Marvarat, qarang. Voydod, okalar. Endi sizlar do'stlar bilan kelib, bemalol shashlikning hididan yiroqda bo'lib, mantni bo'yi ko'rsatgan hamma assortimentlarni oilaga o'tirsanglar ham bo'ladi, do'stlar bilan o'tirsanglar ham bo'ladi. Agar sizlar ulfatlar bilan takoy, go'ja, ma'ra qiladigan bo'lsanglar, alohida xonalar ham bor. Pastki raqamlarga telefon qilib, sizlar mashg'ulalarni birov qo'ysanglar bo'ladi. Cho'g'ani, qo'yaboni, bemalol sinfdoshlar bilan kelib, mazza qilib, ko'ngli o'tiradigan joylarimiz ham bor. Nosir akam shashligiga bitta like bosib qo'yinglar, qaranglar. 50 yillik tarixga ega Nosir akam kaboblari endi mana zo'r joy qilibdilar. Mashalloh. Do'stlar, hamma ko'rsatmadan, hamma assortimentni ko'rsatmadan Nosir akam shashligiga meni keyingi safar kelishim ham bor-ku. Yana 5-6 ta ovqatlarni keyingi safar ko'rsatishga qaror qildim. Jigar, mana shu videoga bitta like bosib qo'ying. Babani yo'g'oni mana shu yerda bo'ladi endi, o'chiring.